Vektorlar mavzusini qarab chiqamiz. Demak, ta'rif yo'naltirilgan kesma vektor deyiladi. Deylikki, A nuqtadan B nuqtaga yo'nalgan vektor bo'lishi mumkin. Deylikki, C nuqtadan D nuqtaga yo'nalgan bo'lishi mumkin. Uchidagi mana bu strelkamiz qaysi tomonga yo'nalganini bildiradi. AB vektorini boshi A, oxiri esa B hisoblanadi. CD vektor oladigan bo'lsak, vektorni boshi C, vektorni oxiri D bo'lyapti. Xo'p, vektorda deylik, yo'nalish bor, uzunlik bor. Yo'nalishlarni o'rganaylik. Birinchi aytaylikki, koordinatalar o'qida birorta vektor o'tkazaylik. A nuqtaning koordinatlari x1 hamda y1 bo'lsin. x1, y1. B nuqtaning koordinatlari x2 hamda y2 bo'lsin. x2, y. AB kesmamiz A'dan B'ga yo'nalyapti. AB vektor. Xo'p, AB vektorni mana bu ko'rinishda yozamiz. Vektor boshi, vektor oxiri bo'lyapti. Vektorni yo'nalishini aniqlash uchun kesma oxirining koordinatasidan kesma boshining koordinatasini ayirishimiz kerak. Ya'ni B nuqtaning koordinatlaridan A nuqtaning koordinatlari ayriladi. B nuqtaning koordinatlari x2, y2. A nuqtaning koordinatlari x1, y1. Mos koordinatlarini ayiraylik. x2'dan x1 ayriladi. x2 minus x1, y2'dan y1 ayiramiz. AB vektorining yo'nalishi mos koordinatlari, ya'ni mos yo'nalishlari ayirmasiga teng. Keyinchalik yozuvimiz kamaytirish maqsadida AB vektorini A deb olamiz. Keyin x2 minus x1 ni A1 deb olamiz. y2 minus y1 ni esa A2 deb olamiz. Bu holda mana bu vektorimiz A vektor teng bo'ladi A1, A2. Demak, A vektor yo'nalishi A1, A2 ko'rinishda yozdik. Bunda A1'imiz mos yo'nalishlari ayirmasi, ya'ni apsisalar ayirmasi, A2 esa ordinatlari ayirmasiga teng. Yozib olasizlar. Vektorning yo'nalishini aniqlashga doir misol qaraylik. Aytaylikki, A nuqtaning koordinatasi 2, 1 bo'lsin. B nuqtaning koordinatasi 6, 4 bo'lsin. AB vektor yo'nalishini aniqlaylik. Bu nuqtalarni koordinata o'qlarida joylashtiraylik. A nuqtaning koordinatlari 2, 1, mana A nuqta. B nuqtaning koordinatlari 6, 4, mana B nuqta. A'dan B'ga yo'nalgan vektor yo'nalishini aniqlaylik. AB vektor yo'nalishini aniqlash uchun vektor oxirining koordinatasidan vektor boshining koordinatasi ayriladi. B minus A. B nuqtaning koordinatlari 6, 4. A nuqtaning koordinatlari 2, 1. Mos koordinatlarni ayiraylik. 6'dan 2'ni, 4'dan 1'ni ayirsak 4, 3. Demak,
AB vektor yo'nalishi 4'te 3 ekan. Bordiyu BA vektor yo'nalishini aniqlash kerak bo'lsa-chi, holda A nuqtani koordinatasidan B nuqtani koordinatasini ayirasizlar. B'dan A'ni ayirsalaring -4'u -3 bo'ladi. AB vektor bilan BA vektor qarama-qarshi yo'nalgan vektorlar. Ularning yo'nalishlari yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. AB ga BA vektorini qo'shsalaring 0. AB vektor bilan BA vektor qarama-qarshi yo'nalgan vektorlar bo'lasizlar. Demak, vektor yo'nalishini aniqlashni o'rgandik. Vektor uzunligini aniqlashni o'rganaylik. Deylikki, koordinata o'qlarida ikkita nuqta berilgan bo'lsin. A nuqtaning aksasi x1, koordinatasi y1. B nuqtaning aksasi x2, koordinatasi y2 bo'lsin. Mana shu AB kesmani uzunligi bilan AB vektor uzunligi teng bo'ladi. Doganda strelka qo'yganimiz uzunlik qo'shmaydi. Demak, AB vektor uzunligini aniqlashimiz uchun shu AB vektorni uzunligini, kesmani uzunligini hisoblashimiz yetarli. Xo'p, deylik, mana bundan A nuqtadan OX ga parallel o'tkazadigan bo'lsak, C bo'lsa, to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasi o'rinli AB ning kvadrati teng bo'ladi AC kvadrat plus BC ning kvadratiga. Xo'p, AB ning kvadrati teng AC kesma uzunligi nimaga teng? Mos koordinatlari ayirmasiga teng edi. x2 minus x1 ning kvadrati. Xo'p, BC kesma uzunligichi y2 minus y1 ga teng edi. Biz boya aytdikki, keyinchalik AB vektorini A deb olamiz. Keyin x2 minus x1 ni A1, y2 minus y1 ni A2 deb olamiz dedik. Shunda endi AB kesmani uzunligi bo'lsa, AB vektorni ham uzunligiga teng bo'ladi. Ya'ni A vektorning kvadrati teng A1 ning kvadrati. Mana bunimiz A1 deganmiz. Xo'p, mos yo'nalishlar ayirmasini esa A2 deganmiz mana. Bundan A vektor uzunligini hisoblasak, zosta A1 ning kvadrati plus A2 ning kvadratiga kelamiz. Mana bu vektor uzunligi uchun formula. Fazoda agar A vektor yo'nalishi A1, A2, A3 bo'ladigan bo'lsa, fazodagi vektor uzunligi zosta A1 ning kvadrati, A2 ning kvadrati, A3 ning kvadrati ko'rinishda hisoblanadi. Mana bu tekislikdagi vektor uchun, vektor uzunligi uchun, bu esa fazodagi vektor uzunligini hisoblash uchun. Masalan, tekislikda A nuqta yo'nalishi 3-4. A vektorimiz yo'nalishi 3-4 bo'lsin. Bu holda A vektorining uzunligi zosta 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati ko'rinishda hisoblanadi. 5 ni beradi. Aytaylikki, fazoda birorta B vektor berilgan bo'lsin. Uni yo'nalishi 3, 4, 12 bo'lsin. Bu holda B vektorning uzunligi zosta 3 ning kvadrati
4ning kvadrati 12ning kvadrati. Hisoblasalaring 13 deb beradi. Qazolasizlar. Vektorlar ustida amallarni qarab chiqamiz. Deylikki, o'quvchi ertalab uydan chiqib maktabga bordi. Maktabdan chiqib kutubxonaga bordi. O'quvchini uydan kutubxonagacha bo'lgan yo'nalishini aniqlaylik. Demak, uyi A nuqta, maktab B nuqta, kutubxona esa C nuqtada joylashgan bo'lsin. Demak, AC vektorining yo'nalishi, bu yerda AC vektorining yo'nalishi AB hamda BC vektorlarni yo'nalishlari yig'indisiga teng bo'lyapti. Shunisiga e'tibor qilasizlar, yo'nalish haqida gapirilyapti, uzunlik haqida emas. Buni uzunligiga buni uzunligini qo'ysak, AC'ning uzunligidan katta bo'ladi u. Yo'nalishi. Demak, uydan maktabga, maktabdan kutubxonaga borsa, yo'nalishi AC yo'nalishdan iborat bo'ladi. Deylik, bu vektorlarni qo'shish bo'lyapti. Deylikki, AB vektorining yo'nalishi mana A vektor A1, A2 bo'lsin. B vektor yo'nalishi B1, B2 bo'lsin. Hop, AC vektorining yo'nalishi bu ikkala vektorning yo'nalishlari yig'indisiga teng. A1, A2 plus B1, B2 bo'ladi. Vektorlarning yo'nalishlarini qo'shadigan bo'lsak, mos yo'nalishlar qo'shiladi. A1 plus B1, A2 plus B2 ko'rinishda. Deylik, masalan, hop, mana bu nuqta A nuqta bo'lsin. 2-1 nuqtada A. B nuqtamiz, deylik, 4 nuqtada joylashgan bo'lsin. C nuqtamiz esa aytaylikki, hop, 8-3 nuqtada joylashgan bo'lsin. Deylik, o'quvchi uydan maktabga kutubxonaga bordi. O'quvchini uyidan kutubxonagacha bo'lgan yo'nalishni aniqlaylik. Hop, AB vektor yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, B nuqtamiz 4 da joylashyapti mana. Hop, endi B'dan A'ni ayirishimiz kerak. B'dan A'ni ayiramiz. B nuqtani koordinatlari 4, A nuqtani koordinatlarini 2-1 dedik. Mos koordinatlarni ayirsak 2-3. Demak, uydan maktabga bo'lgan yo'nalish 2-3 ekan, 2 birlik o'ngga, 3 birlik yuqoriga bo'lyapti. Hop, BC vektor yo'nalishini aniqlaydigan bo'lsak, vektor oxirini koordinatasidan vektor boshining koordinatasi ayriladi. Vektor oxiri 8-3 da, boshi esa 4 da. Mana. Mos koordinatlari ayriladi. 8dan 4 ayirsak 4, 3dan 4 ayirsak -1. Demak, maktabdan kutubxonaga bo'lgan yo'nalish 4 birlik o'ngga, 1 birlik pastga bo'lyapti. Nega? Maktabdan kutubxonaga bo'lgan yo'nalishni aniqlaydigan bo'lsak, AB bilan BC ni yo'nalishlarini qo'shamiz. 2-3 ga qo'shamiz 4-1 ni. Mos koordinatlar qo'shiladi. 2 ga 4 qo'shsak 6, 3dan 1 da ayirsak 2. Demak, uydan kutubxonaga borish uchun 6 birlik o'ngga, 2 birlik yuqoriga ko'chish kerak ekan. Mana tekshiruv ham ko'raylik. AC ni yo'nalishini aniqlash uchun C dan A ni ayiramiz. C ni koordinatlari 8-3, A ni koordinatlari 2-1. Mos koordinatlari ayrilsa 6-2. Demak,
AB'ni yo'nalishiga BC'ni yo'nalishini qo'shsak, AC'ni yo'nalishini berar ekan. Yozib olasizlar. Bu vektorlarni qo'shishni qaragandik. Endi vektorlarni ayirishni qaraylik. Vektorlarni ayirish. Deylik, darsdan keyin Nodirbek uyiga ketdi deylik. Hop, deylikki, Otajon o'zini uyiga ketdi deylik, ha? Dars A nuqtada bo'lyapti. Nodirbekning uyi B nuqtada, Otajonning uyi C nuqtada bo'lsin. Hop, deylikki, Nodirbekning uyidan Otajonning uyiga bo'lgan yo'nalishni aniqlaylik. Boya vektorlarni qo'shishni o'rgandik. AB vektor yo'nalishiga BC vektor yo'nalishini qo'shsak, AC vektor yo'nalishini beradi dedik. Qo'shishga ko'ra AB'ning yo'nalishiga BC'ning yo'nalishini qo'shsak, AC vektorining yo'nalishini beradi. Demak, bu yerda uzunlik haqida gap bormayapti. Agar bu ikkalasining uzunligini qo'shsalaring, bundan katta bo'ladi. Yo'nalish haqida gap boryapti. Shunga BC vektor yo'nalishini aniqlaydigan bo'lsak, AB ayirishib o'tadi. BC vektor yo'nalishi AC minus AB bo'lar ekan. Shunday qilib, agar mana bu vektorni A vektor desak, bu vektorni B vektor deydigan bo'lsak, bu holda mana bu vektorimiz AC B minus A bo'lyapti-da. Mana AC'miz AC minus AB. AC'miz B, AB esa A. Mana bu vektorimiz B va A vektorlarini yo'nalishlari ayirmasiga teng bo'lar ekan. Masalan, A vektor yo'nalishi 3-4 bo'lsin. B vektor yo'nalishi 5-1 bo'lsin. Hop, bu vektorlarni ayirmasini hisoblaydigan bo'lsak, A minus B ni hisoblasalaring 3-4 dan ayirasizlar 5-1 ni. Mos koordinatlari ayriladi. 3 dan 5 ni, 4 dan 1 ni ayirsak -2-3. Ya'ni mana A vektor yo'nalishi A1, A2, B vektor yo'nalishi B1, B2 bo'lsa, bu vektorlarni ayirmasining yo'nalishi A1 minus B1, A2 minus B2 ga keladi. Yozib olasizlar. Vektorni songa ko'paytirishni o'rganaylik. Deylik, mana birorta A vektor, davomidan yana A vektor, davomidan yana A vektor, davomidan yana A vektor qo'yaylik. Deylikki, nechta vektor? N ta A vektor bo'lsin. Mana A, N ta A bo'lsin. Xo'p, bu vektorlarimiz nima qilinadi? Qo'shiladi. A, nechta A? N ta A ni qo'shsak, N ko'paytirilgan A bo'ladi. Xo'p, A vektorli yo'nalishi A1, A2, A1, A2 va hokazo A1, A2 bo'lsin. N ko'paytirilgan A1, A2. Vektorlarni qo'shadigan bo'lsak, mos koordinatlari qo'shiladi dedik. A1 va hokazo A1, A2 va hokazo A2 teng N A1, A2. Hop, N ta A1 ni qo'shsak, N A1, N ta A2 ni qo'shsak, N A2. N A1, N A2 teng N A1, A2. Shunday qilib, hop, vektorni songa ko'paytiradigan bo'lsak, mana N ko'paytirilgan A bo'ladigan bo'lsa,
n ko'paytirilgan a1 a2 teng n ko'paytirilgan a1 n ko'paytirilgan a2 ga kelamiz. Bu vektorni songa ko'paytirish amali. Masalan, a vektor yo'nalishi 3-5 bo'lsin. 2a vektorning yo'nalishi 2 ko'paytirilgan 3-5, ya'ni 6-10 bo'lar ekan. Hal bo'lasizlar. Hop, vektorlarni yasashga to'xtalaylik qisqacha. Deylikki, mana bu vektorimiz a vektor, bunisi ham a vektor bo'lsa, bu ikkalasi 2a vektor bo'ladi. Bu vektorlarning davomidan boshqa vektor b vektor, b vektor, b vektorni o'tkazaylik. b bo'lsin. Xo'p, mana bu vektorning yo'nalishi, ikkita a hamda 3ta b vektorning yo'nalishlari yig'indisidan iborat. Demakki, bu vektor yo'nalishi 2a plus 3b bo'lar ekan. Xo'p, deylikki, mana bu vektorimiz a vektor bo'lsin. Mana bunisi ham a vektor bo'lsin. Bu esa b vektor bo'lsin. A vektor, bu esa b vektor. Mana bu vektorni o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni b vektorni o'rtasiga o'tkazadigan bo'lsak, bu vektorning yo'nalishi ikkita a hamda yarimta b vektorni yig'indisiga teng. Vektor yo'nalishi 2a plus b bo'lar ekan. Xo'p, aytaylikki, mana bu vektorimiz a vektor, bunisi ham a vektor bo'lsin. Bunisi b vektor, b vektor, b vektor. Mana bu ikkita a hamda 3ta b vektorni o'tkazaylik. Xo'p, mana bu ikkita vektor oxirlarini tutashtiraylik. Bizga noma'lum x bo'lsin. Ikkita a ga x ni yo'nalishini qo'shsak, mana bu ikkalasi yo'nalishlarini qo'shsak, 3b ni beradi. Ya'ni 2a ning yo'nalishiga x ning yo'nalishini qo'shsak, 3b ga teng. Bundan x ni topadigan bo'lsak, 2a ayrishib o'tadi. 3b minus 2a. Demakki, mana bu vektor yo'nalishi 3b minus 2a bo'ladi. Aytaylikki, parallelogram berilgan bo'lsin. Mana parallelogram. Mana bu yo'nalishi a bo'lsin. Bu tomon yo'nalishi b bo'lsin. Mana bu vektor b bo'lsa, mana bu vektorimiz ham nima bo'ladi? B bo'ladi. Xo'p, mana bu diagonalni o'tkazadigan bo'lsak, d1 desak, bu diagonalimiz a va b vektorlarini yo'nalishlari yig'indisidan iborat bo'ladi. Ikkinchi diagonalni o'tkazsak, mana ikkinchi diagonal d2 desak, a bilan d2 ning yo'nalishi b ga teng. Bundan d2 ni topsalaring, b minus a bo'ladi. Mana vektorlarni yasashga qisqacha to'xtaldik. Xo'p, shu yerda b ni yarmini olgandik, shuning uchun mana bu yerda b taqsim 2 bo'lar ekan, tuzatib qo'yaylik.